Qadimgi hikmat haqiqatligicha qolmoqda. Qanchalik ko'p mehnat qilsam, shunchalik omad kulib boqaveradi. Hayot o'ziga o'zi yordam beradiganlargagina yordam beradi. Buni shaxsiy tajribamdan bilaman. O'zimni dunyodagi hamma narsada oldin belgilab qo'yilgan, kimningdir ko'rinmas qo'llari kelajagimizni azaldan belgilab berganiga ishonadigan New Age madaniyati tarafdorlaridan biri deb hisoblamayman. Bunday gaplar o'zingizning halok bo'lganligingizni va qo'rquvingizni yashirish istagini uyg'otadi. Shu bilan birga muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish, rad etishdan cho'chish, yetarlicha yaxshi bo'lmaslikdan hadiksirash, muvaffaqiyatdan qo'rqish kabi tuyg'ularni keltirib chiqazadi. Bunday so'zlarni gapiruvchilarda shaxsiy javobgarlik hissining yo'qligi aniq. Bunday odamlar mas'uliyatni bo'yinlariga olishdan juda qo'rqishadi. Albatta buni unchalik kutmasakda qandaydir tabiiy kuch paydo bo'lishiga ishonaman. Shu bilan birga albatta taqdirlarimiz rivojlanishida juda aqlli muvozanat borligiga ham ishonaman. Ammo har bir insonning xohish va tanlash erkinligiga ega ekanligini doimo qo'llab-quvvatlaganman. Ishonchim komilki, biz har doim hayotdan bergan narsamizni olamiz. Ishonchim komilki, o'z ixtiyori bilan harakat qiladigan, o'zida intizomni rivojlantiradigan va shaxsiy va kasbiy buyukligi uchun kerak bo'lgan fidokorlikni qila oladigan odamlar bilan o'zlari istagan ishlar sodir bo'ladi. Bundan tashqari harakatlarim ma'lum oqibatlarga olib kelishini va tirishqoq mehnatim orqali qanchalik yaxshi ish qilsam muvaffaqiyatga erishishimni angladim. Hayot g'ayratlilarni, tirishqoqlilarni sevadi. Yetakchilik sohasida mendan saboq olgan muvaffaqiyatli odamlar boshqalardan yaxshiroq va ko'proq ishlamaganida edi. Ularning hech biri bunday yuksaklikka erisha olmas edi. Boshqalar uyda televizor ko'rayotgan yoki uxlayotgan paytda bu dunyoda allaqachon o'z nomlariga ega bo'lgan va boyligini ancha-muncha oshirgan bu buyuk insonlar erta bilan turishib, bir necha soat qo'shimcha ishlash orqali o'z orzulariga intilishlarini hayotning o'zi isbotlashdi. Yetakchilik sohasida mendan saboq olgan muvaffaqiyatli odamlar boshqalardan yaxshiroq va ko'proq ishlamaganida edi. Ularning hech biri bunday yuksaklikka erisha olmas edi. Men hech qachon ish va shaxsiy hayot o'rtasida oqilona muvozanatni saqlash zarurligini va yaqin odamlar bilan o'tkazadigan yoki ichki hayotimizga g'amxo'rlik qiladigan onlar muhimligini inkor etishga urinmaganman. Men bu qadriyatlar uchun birinchilar qatorida kurashuvchilardanman. Lekin shunchaki aytmoqchimanki, favqulodda muvaffaqiyatga faqat bemisl harakatlar evaziga erishish mumkin. Bu tabiat qonuni. Bu qonun ming yillar davomida o'zgarmasdan kelmoqda. Verizon kompaniyasining bosh direktori va kengashining raisi Ivan Sandenberg menga quyidagi voqeani aytib bergan edi. Mening birinchi xo'jayinim, u men farrosh bo'lib ishlagan binoning nazoratchisi bo'lgan. Xo'jayinim telefon kompaniyasida ishlash sharti bilan imtiyozli kollejda o'qish huquqiga ega ekanligim haqida xabar berishni bir yil ortga surib, pol va devorlarni qanday supurib sidirishimni diqqat bilan kuzatib yurgan ekan. Undan nega buncha kutganini so'raganimda xo'jayinim bu imkoniyatga loyiqmisan yo'qmi ko'rmoqchi edim deb javob berdi. Time Warner korporatsiyasining bosh direktori Dick Pearson bir marta eshitgan maslahatlarning eng yaxshisini yu a'losini buvisidan olganini tan oldi. Buvisi shunday degan ekan: "Nima eksang, shuni o'rasan. Shuning uchun ekishga shoshiling. Har bir ishingizni puxta qiling, o'z xarisligingizni ko'rsatishdan uyalmang. Qattiq mehnat qiling. Haqiqatan ham matonat bilan ishlang. U ko'p eshiklarni ochadi va butun dunyoga haqiqatda eng go'zal maqsadlarga erishish uchun o'z iste'dodlarining to'liq kuchidan foydalanadigan noyob va o'ziga xos odamlar bilan tenglashishga qaror qilganingizni ko'rsatadi."